Nima uchun bu shu kunlarda do'yinda bo'lsin, mayli shpinxoda bo'lsin, aldamchilik ko'payib ketib bordi. Ya'ni-chi degan vaqtida uy mulk sohasida yuz berayotgan bundaq ishlar bor. Cho'qim bir anglang, uy setib oluvchilar ham uyni sotquvchilar. Ya'ni-chi degan vaqtida bir kallak pulni oldi qo'yib olib, faqat sizning 3-4 ming so'm pulingiz bo'lsa, 5-6 ming so'm pulingiz bo'lsa, qo'lingizga 100 ming yo 50 ming so'm pulni men sizga yondirib beraman. Oldin hechdan to'lamay pul olasiz. Faqatlam mushta bo'lsa deyapti. Kang uy setib oluvchilar ham uy sotquchilar samiga yaxshi bir ogohlantirish ma'vo. Sizga foydasi bo'lsa, balki ziyon yo'q. Cho'qim shu filmni oxirgacha anglang, alt raqamlarni yo'llashni qat'iy unutmang. Ya'ni nimishga degan vaqtida uy setib oluvchi odamninki oldin to'lash pulim yo'q, qo'limga 50-60 ming so'm pul ishib qolsa deydigan odamlar bor. Shaxsan mening oldimga kelganlarga bunda odamlarga osonlikcha hatto uyimni setib boqmadim. Bu bir xatar ham xatar. Birisi biz uy sotquchilarga uy mulk vositalik shirkatlariga olib keladigan xatar, bankaga olib keladigan xatar, o'ziga olib keladigan xatar. Bu 3 xil xatar bor. Nimishga degan vaqtida bir odamning bir uy setib olish uchun yenidan to'xtam tuzish uchunmi 20 ming so'm pulni tayyorligidagi iqtidori yo'q odam. Bu to'xtam tuzib bir uyni nomida qilib bo'pti, inoat yaxshi bo'lsin, ilovansin. Biz ha-hu deb u yoq-bu yoqdan qilib apirli. Lekin bir oy degan ko'zni yumib ochqicha o'tib ketdi. Buning uning yoqiga qanday daykon qaytirish iqtidori bor. Agar daykon qaytaramizchi, uy mulk shirkatiga qanday ziyon bo'ldi desangiz, shaxsan Tursun Mamatkan satsin, Yusuf satsin bizning shirkatdan. Kim mushta xaridor setib qolgan bo'lsa, shu xaridor pulni to'layolmasa, moliyadan mushularning inidan chiqqan pulni shu xaridorninki 3 oygacha mushular to'lab turdi. Mushularning pulidan tutildi. Endi shirkat kelib kelgan xatirchi degan vaqtida shirkat bevosita banka shirkatni izlaydi. Banka mushu uyninki daykuniga tasdiq urgan, shunday jingli deb qo'ymiz. Mushaqqa banka ig'ir darajada fakon qo'yishi mumkin, mushu tadbir qo'llanishi mumkin. Ig'ir bo'lganda xizmatidan ayrilib qilish imkoniyatimi bor. Mushta ahvol bor. Nimishga degan vaqtida bir odamning pul qaytirish iqtidori bormi yo'qmi, sen nima uchun mush odamni surishti qilmasdan turib, mushuningga sen mushu daykonni pilab berding deydi. Endi uy setib oluvchi odamga qanday ziyoni bor degan vaqtida bu odam balkim uy paymay bo'lib ketishi mumkin, nurg'un ziyon bo'lib ketishi mumkin, qartizimlik kirib ketishi mumkin. Buning bu yoqdagi hayotida balkim uy setib olish emas, mashina setib olish emas, mushu xemindanga kirib ketgan sababli bolalariga, oilasiga bir ömürlük kelgüsüge iğir derecede tosalgı ziyonlar bo'lishi mumkin. Şunlaşqa bizga o'xshash uymilik qilayotganlar samiga deydig'ini rast gapning xijalati yo'q. To'g'ri ish qilsang, rast ish qilsang, buni xo'rliq tatmaysan. Endi xaridorni jalb qilib akib o'sha uyni setib olish uchun ma'qul oddiy chat sahro yuzlardagi kishilarning kallasini qaymoq turib uy setib olsak pul, mushuncha pul bizga qoladi ekan degan xato tushunchani bermang. Bu xil usulda topgan pulmu toza yaxshi bo'lmaydi, keyin kunlikda xashlashga nisb qilmasa kanaylarimizdan teshib chiqadi. Yana birsiga uy og'uvchilar samiga deydig'im nima degan vaqtida yotgan qarab putsining ahvol sharoitingiz pishib yetilgan vaqtida shu uy setib olish tayyorligingizni qilib, yaxshi bir shirkatga avval aldirab uy ko'may kelib o'zingizning meni kuniga 4-5 odam izlab keladi. Bir oyda shaxsan o'zim 7-8-10 uy sotaman ballardan sirt. Nimishga degan vaqtida shu xotiriga isming nima? Tursun. Necha yosh kelding? Nereden uy aymoqchi? Inovatning qaydan qaygacha, nechinchi qavatgacha? Oldin to'lashga qanchalik chaming yetidi? Jo'ngshusi butun siz ahvolingizni degandan shu rayonlarning uyini biz xaritadan, sistemadan izlash orqali sening hozirgi sharoitingga to'g'ri kelamdi, kamamdi deb haqiqiy o'zimizgami qapiliq chiqmaydigan, senimi o't ishlamaydigan holatga to'g'ri kelsa, biz chin yuragimizdan, samimiyatimizdan sana uy setib beramiz. Agar onun to'g'ri kelmay, aqmish, qarmish, chashqan tutgan yaxshi mushuk deb seni aplab-saplab nima qilsang bo'ldi-ku, yasaplab bo'ldi-ku, urib bo'ldi-ku degan bilan sening bir qitim yasib etamiz, 5-10 ming so'm pulni tepib olamiz, bankaga qarzga bo'g'ib qo'yamiz. Lekin men topgan pulni narsida bolalarim xashlaydi, ota-onam xashlaydi, urug' tuqqanlarimga andamin so'g'at salomlik qilma, demak o'zim yeyma. Bu bizga toz to'g'ri kelmaydi. Shunlashqa har kasbni qilyapmiz. Yaxshisini qilsak bo'ldi, a'losini qilsak bo'ldi. Mana demakchi degan vaqtida hozir mushunda qiziqtirishlar nimani barliqqa keltiryapti degan vaqtida nurg'unlagan, nadan kallis ichilmagan
hech nim tushunmaganlarma uy setib haqqı biz pul topalaymiz ki deydi o. Lekin senin şu ayda tölaydigan 2000 yuan töveniga 3000 yuan 4000 yuan ya 5000 yuan şu pulni qaytırdığa iqtidaringni hazırlab qo'yib o'zingning jag'day sharoitingga qarab turib aningdan keyin ma ishni qilsang turmush qiynalib qolmaysa uyni ep uy ko'chib kirvog'ing bilan shamol havo yeb shamol kirdigan ish bo'lmaydi qo'saq ochidi gaz to'laysa su pul to'laysa yana bir nim to'laysa uy setib olmanglar demoqchi emas setib olinglar qarshi olamiz uy yo'qning jini yo'q makonlik qilib qo'yamiz chamimizni yetishga eng to'g'ri bo'lgan qonunlik mulozimatimizda lekin chu degan vaqtida aldamchilikqa oshirmachilikqa sapsapchilikka qat'iy ishonishga qat'iy bo'lmaydi. Nimishki siz buning ishondingiz osmondan baqoq pechin pirani tushib qoldigan ish bo'lmaydi. Hargiz kerakda. Bizning vaqtimizda o'qigan, bola vaqtimizda o'qigan kitob shouju deydi. Kötekning oqis tuturuyla to'shqan o'zini kötek urib o'lib qolsa tayyor to'shqanni o'ljiga tushadigan ish yo'q. Hamma ishning qonuniyati bo'ldi, to'g'riliq taraf bo'ldi. Shung'ashqa 100% tarafini tutamısınızmı? 70-80% to'g'riliq bilan, hissiyot bilan emas, balki aql bilan, ilm fan bilan. Moshuni bilan bir ishlarni haqiqiy logikasini tushunma. Haqiqiy to'g'ri holatda, qonunliq holatda o'zimning borlig'imni deb turib, shu o'zimningki hozir turmush sharoitimga tushgidek yerlardan uy setib olishni o'ylasangiz, mana bizni izdan 5 qo'y pulingizni qarqamaymiz, yavamaymiz. Eng to'g'risini biz o'zimizning ilishqi tegishlik mulozimat haqqimizni olamiz. Şu sizin için mülazimet kılımız. Bunun iyaqıga sizni köpürem. Çoğun muşun bir uy setib alsam, mançilik payda tapımayken, ma pulunu alamayken, dep sizni apırıp otqıştırdıgan işini qilmaymiz. Çünkü sizni apırıp biz otqıştırıp etsek, belki bizni apırıp yana bir yerga tashib etilgan odamlar, qaynayotgan qaynamlarga, vartaqshyotgan maylarga tashib etilgan odamlar chiqishi mumkin. Chunki bu hayot nima? Bu dunyo o'tni olam. Kishiga qilsang kishida yanadigan olam. Her bir qilgan ish o'qitimizning savol so'rig'ini, javobini, hisob daftarini qiladigan olam. Shuning uchun saq ishda xo'rlik yo'q, rost gapning xijolatı yo'q. Rost gap qilgan, to'g'ri ish qilgan odamga minib qichib ketadigan ot tayyorlab berdim deydigan gap bor. Agar sizlarning uy mulkka oid so'raydigan qanday maslahatlaringlar bo'lib qolsa, mana bizni izlasanglar bo'ladi. Har vaqt sizlar uchun to'g'ri, qonunli a'lo mulozimatda men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon uy mulkka oid so'raydigan maslahatlaringlar olib qolsa, undaylar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.